Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Mushaqtinglar xayrlik bo'lsin. Biz Python darsimizning ikkinchi darsini davomlashtirayotgan edik. Oldin qismlarni o'xshashlam, oldin qismlarni ko'rib olsanglar bo'ldi. Biz gapni uzatmasdan oxirgi mazmunni so'zlaytaylik. Shunlar men 5 tane kitap olaman dedim. Deb bo'lgandan keyin kitap zakaz oldigan olaman deb yozaylik. Zakaz bo'lsin. Bo'ldi, bo'lgandan keyin enter dedik. Enter bo'lgandan keyin biz bu yerga print deb yozib, print tirnoq ochdik yapdik, ichiga kirdik, qo'sh tirnoq ochdik. İçip bo'lgandan keyin men kitapning bahosi necha pul bo'ldi deb boqay. Necha pul bo'ldi deb yozdim. Yozib bo'lgandan keyin bu qo'sh tirnoqni yopdim. Yeplab enter deb o'tay. Qancha enter desam bo'laverdi. Endi bahosi input deb yozay. Bahosi teng input. Bahosi input bo'ldi-ku. 45 bo'lsin. Endi print deb bo'lgandan keyin buni yozdik. Ichiga kirdik. Qo'sh tirnoq ochdik. Bir kastik desin bana. Bir kastik. Bana neyim desin? Anda yazib bo'lgandan keyin bir kitapning bahosi bo'lsa $9 desin. Bir kitapning bahosi bo'lsa $9. Dollar belgisi nede diye vaqtinglarda 4 aleti yerini besip 4 knopkasını bastık. Üstündeki $4 deb tırnaqni yaptık. Yapıp bo'lgandan keyin berga chiqdik. Chiqib bo'lgandan keyin berga biz print deb bunun ichiga biz 5 tane kitapning jami bahosi bo'lsa 5 tane kitapning jami bahosi bo'lsa qancha olsun? $45 go. $45 deb gapni tugaylik. Endi biz bir muncha narsa yozdik. Bu yerda nima qilmoqchi? Bu yerda biz azroq o'rganganlardan o'yin o'ynab vaqtdik. Bu masalan soda siraylarda işte bir ishlar bor. Endi buni qilib bo'ldik. Ctrl S deb buni saqladik. Saqlagandan keyin F5 ni bosdik. Mana bu yerga chiqdi. Nima olasiz? 5 tane kitap. Endi enter bosamiz. 5 tane kitap olaman degandan keyin prikaz kitapni kechiring. Qancha dona zakaz oldigan bo'ldingiz? Men debdimi 5 tane kitap zakaz olaman. Men yana so'rabdimi kitapning bahosi necha pul bo'ldi? 45 debdi. Degandan keyin prikazchik bir kitapning bahosi bo'lsa $9. 5 tane kitapning bahosi bo'lsa jami bahosi bo'lsa
$45. Ben bir yerden yere çıkandan keyin interni bassam, o'sha holatda tamomlandi. Undaqda azizlar, bizningki oldingi soatda o'rgangan mazmunimiz faqat mishagich bo'ldi. Biz bu yerda yana o'xshashlam buyruq kodlarini o'rgandik. Buyruq kodlari nima ish qildi, qani bossak qanday bo'ldi, shularni o'rgangan bo'ldik. Undaqda keyingi soatlik darsimizni ko'rishaylik. Hammanglar salomat bo'linglar.